benuqson Parvardigor tomonidan sevilgan nuqsonli bir insonman. Mavlono yaxshilikni qidir, haqiqatni izla, lekin qusur izlama degan ekan. Chunki o'zimizga nuqson yoki kamchilik kabi ko'ringan xislatlarimiz aslida bizga berilgan ne'matdir. Agar sizga nuqson kabi ko'ringan xislatlaringizning aslida o'zingizga xos fazilatingiz ekanligini aytsam, nima deya olasiz? Masalan, sizning meningizni shakllantiradigan, ya'ni sizni boshqalardan ajratib turadigan, o'zingizga nuqson kabi ko'ringan xislatlaringiz aslida o'zligingizni shakllantiradigan vositalar ekanligini aytsam-chi? Nuqson sizning o'zingizga xos imzoyingiz ekanligini aytsam-chi? Kamchiligingiz aslida sizni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy farq ekanligini aytsam-chi? O'ylaymanki, o'zingizda bor-u, lekin yoqmaydigan hamma xislatlaringiz bilan kelishib olasiz. Balki o'zingizga nohaq adolatsizlik qilganingizni tan olarsiz. Balki bunday o'zga xoslikni bergan taqdiringizga minnatdorchilik bildirarsiz. Menimcha, hali kech emas. Nuqson kamchiliklaringiz uchun Yaratganga shukrona qiling. Dardimni yaxshi ko'raman va shuni bilamanki, dardni bergan zot ham meni yaxshi ko'radi. Mavlono